qadriyatlarimizga zid videolar asablarni o'ynayapti. Content, prosmotr, rek degan yangicha iboralar kirib kelishi zamon talabi, ammo videosi talabgor, ya'ni prosmotr to'plashi uchun bo'lar bo'lmas harakatlar likillab erkak sha'niga tushirilayotgan dog'. Xohlaganini gapirib, kechasi allamahallab yurib, hatto otasi qilmagan kayfni qilib, istagan axlatini yeb, qiz bola ayol sha'niga-yu iffatiga, hamiyatiga dog'mas, uyatli tamg'a qo'yayotganlar. Millatimiz va mentalitetimiz, hatto qadriyatlarimizga zid videolar asablarni o'ynayapti. Tijoriy kontent bo'lsa kerak deya kuzatib tursangiz, yarim yalang'och qizlarni ko'rsatib, go'yoki biron bir buyumni savdosini qilayotgandek muloqot orqali postanovka video-ku asli, xullas o'sha uyatsiz qizlarni marketing instrumenti, reklama qo'llanmasi sifatida ishlatayotgan axloqsiz, chalasavod yoshlar farzandlarimizga o'rnak bo'lib qolayotgandek tuyulib ketyapti. Qo'rqitib yuboryapti. Aytib qo'yay, nima qilibdi, nima ishing bor, senga nima kabi kommentlar qabul qilinmaydi.